Assalomu alaykum. Men Qadam Bobur Al-Nazarovich Xalqaro allergiya markazida allergolog, klinik immunolog shifokori bo'lib ishlayman. Yaxshimisizlar, hamkasblar? Bugun sizlar bilan unaqa katta bo'lmagan e, mavzu bo'yicha gaplashamiz. Patch test allergik kontakt dermatitni aniqlashni, ya'ni allergik kontakt dermatit bor yoki yo'qligini va sababini aniqlashning xalqaro miqyosdagi eng oltin standarti deymiz-ku, shunaqa usullardan biri hisoblanadi. Bugun sizlar bilan nima haqida gaplashamiz? Patch test usulining dermatit tashxisidagi ahamiyat va asosiy funksiyalari, allergen bilan kontakt va sensibilizatsiya jarayonining molekulyar mexanizmi, patch test ko'rsatmalari va uni o'tkazish uchun tayyorgarlik shartlari, natijalarni baholash va allergik hamda irritant reaksiyalarni ajrata bilish usullarini o'rganamiz. Patch test natijalarining klinik ahamiyatini va ularni to'g'ri interpretatsiya qilish usullarini o'rganamiz. Testdan kelib chiqadigan kamchiliklar va ehtiyotkorlik bilan yaqindan tanishamiz. O'zi birinchi o'chirda nima uchun patch test deb atalishini aytib o'tmoqchiman. Patch test deb, o'zi patch degani inglizchani biladigan odamlar plaster degani, ya'ni yamoq degani. O'zbekchalab aytganda yamab qo'yish uchun qo'yiladigan narsa yamoq, ya'ni plaster, plastrin deymiz-ku, plaster bundoq. O'shani inglizchalab patch deydi, o'shanga patch test deb qo'ygan. Ya'ni o'sha qanaqadir yamoqqa nimadir modda qo'yib, o'shani teriga yopishtirish, o'sha patch deyiladi. Patch ingliz tilida yamoq, plaster yopishtiriladigan kichik qoplama degan ma'noni anglatadi. Bu testda allergenlar teriga maxsus kichik kamerachalari bo'lgan plasterlar, ya'ni patchlar yordamida yopishtiriladi. Odatda ular orqa terisiga, ya'ni orqa sohamizning yuqorgi qismiga asosan yopishtiriladi, chunki u yerda sezuvchanlik yaxshi aniqlanadi. Odatda bu test 48 soatga qo'yiladi, minimum, ya'ni 2 kunga, lekin 5 kunga, 1 haftaga ham qo'yiladi agar vaziyatli masalalar bo'lgan paytda. Shuning uchun nomi patch test, plaster testi bo'lib qolgan. Ba'zan esa uni epikutan test deyishadi yoki kontakt allergiya testi ham deb atashadi. Patch testni kim o'ylab topgan degan savol tug'iladi hammada. Zamonaviy patch testning asoschisi nemis dermatologi Jozef Jadson hisoblanadi. U 1895-yilda teriga shubhali moddalarni qo'yib, ya'ni o'zi shubha qilgan moddalarni qo'yib, kontakt allergiyani aniqlash usulini ilmiy tarzda ta'riflagan. Bu sana patch testning tug'ilgan yili sifatida qabul qilinadi, 1895-yil. Keyinchalik uning shogirdi Bruno Bloch, bu ham dermatolog, Jozef ham dermatolog hisoblanadi. Test natijalarini baholash tizimini ishlab chiqqan va bu usulni takomillashtirgan. Patch test usulining dermatit tashxisidagi o'rni. Patch testning asosiy diagnostik roli, patch test allergik kontaktiv dermatitni aniqlashda muhim usul hisoblanadi. Bu usulda allergenlar teriga qo'llanilib, reaksiyalar kuzatiladi. Bu esa allergik javoblarni aniqlash imkonini beradi. Sensibilizatsiya va klinik ahamiyat. Patch test yordamida allergenlarga sensibilizatsiya darajasi aniqlanadi. Shuningdek, individual davolash va profilaktika uchun muhim klinik ahamiyat bo'lib hisoblanadi. Patch test nimaga qo'yiladi? Kimda kontaktli dermatit, kimda allergik kontaktli dermatit, kimda ekzema bo'ladigan bo'lsa va bu dermatitlar, ekzemalarning sababi noaniq bo'lsa, shu shubha qilib bemor ishlatadigan vositalar, bemorda bor bo'lgan buyumlarga nisbatan terining orqa qismiga qo'yiladi. Patch testning asosiy funksiyalari va diagnostik imkoniyatlari. Patch test asosan 4-tipda kechadigan gipersezuvchanlik, ya'ni kech namoyon bo'ladigan T limfotsitlar, antitanalar qatnashmaydigan, faqat T limfotsitlar qatnashadigan 4-tipda kech hosil bo'ladigan allergik reaksiya tipida hosil ishlatiladi. Patch test yordamida T limfotsitlar va sitokinlar faoliyati aniqlanadi. Bu test immun javobning kechikkan turini ko'rsatadi va allergik reaksiyalarni belgilashda muhimdir. Patch test natijasida eritsema
papula yoki vezikula kabi mahalliy yallig'lanish belgilarini kuzatish mumkin. Shunga qarab biz interpretatsiya qilamiz, shu allergiya bor shu qo'yilgan moddaga nisbatan yoki yo'q. Bu reaksiyalar allergen bilan kontakt natijasida yuzaga keladi, обязательно. Patch test yordamida allergenlar aniqlanadi. Bu esa bemorlarni kontaktlardan himoya qilish va kasallikni boshqarishda yordam beradi. Patch test natijalarini klinik diagnostik ahamiyati. Agar biz bemorning orqasiga patch test sinamasini qo'ydik, ya'ni shu bemor masalan qanaqadir bo'yoqlardan shubha qildi yoki biz o'zimiz bo'yoqlardan shubha qildik yoki tish implantidan shubha qildik. Nimadan shubha qilishimizdan qat'iy nazar shu narsalar bemorning orqasiga qo'yiladi va natijasi 24 soatdan 96 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida aniqlanadi. Pozitiv, ya'ni musbat patch test natijalar allergik kontaktli dermatitning sababini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Bu natijalar yordamida allergenlar aniqlanib, ularni hayotdan chiqarish strategiyalari ishlab chiqariladi. Ya'ni shu narsa sizga allergiya berayotgan ekan, bu narsani qaytib ishlatmang yoki bu bo'yoqda qaytib sochingizni bo'yamang yoki bu tish implantini boshqa narsaga almashtiring. Patch test natijalarini klinik holat bilan muvofiqlashtirish muhimdir. Ya'ni patch testda chiqqan narsa inson hayotida ahamiyati bormi? Ya'ni shu keltirib chiqargan allergik kontakt dermatitning sababchisi shumi yoki yo'qligini, allergenni chiqarish va dermatitning regressiyasini kuzatish. Applikatsion teri sinamalari patch test allergik kontaktli dermatitda spesifik allergenlarni aniqlashning muhim diagnostik usuli hisoblanadi. Ayrim holatlarda ushbu usul allergik kontakt dermatit tashxisini tasdiqlashda uchun muhim. Applikatsion testning, ya'ni patch test asosida quyidagi immunologik mexanizm yotadi. Sensibilizatsiya shaxslarda antigenga xos faollashgan TH1 fenotipli T limfositlar organizm bo'ylab sirkulyatsiya qiladi. Allergenning qo'zg'atmaydigan, irritant bo'lmagan konsentratsiyasi sog'lom teriga qo'llanilganda ushbu hujayralar kechikkan turdagi gipersezuvchanlik, ya'ni 4-chi tip gipersezuvchanlik reaksiyasini chaqirish qobiliyatiga ega. Ushbu mavzuda patch test o'tkazishga ko'rsatmalar, testni bajarish usullari hamda uning natijalarini baholash tamoyillari ko'rib chiqiladi. Allergik kontakt dermatitning patogenezi, klinik belgilari, diagnostikasi va davolash usullari alohida mavzular sifatida o'rganiladi. Shuningdek, bolalarda kontakt dermatit masalalari ham alohida ko'rib chiqamiz. Applikatsion test etiladi o'zi azaldan, lekin hozirgi kunda patch test deyish juda bir ommalashgan. Patch test quyidagi holatlarda o'tkazish tavsiya etiladi. Birinchi holat, kontakt allergiyaga shubha qilinganda kuzatiladigan uzoq davom etuvchi ekzematoz toshmalar kuzatilganda bemorga patch test tavsiya qilinadi. Har qanday surunkali dermatit, ayniqsa qo'llarda, oyoqlarda, yuz, jinsiy a'zolar va perinatal soha, qovoqlar yoki boldir sohasi zararlanganda, kontakt dermatit rivojlanish xavfi yuqori bo'lgan kasb egalaridagi ekzematoz dermatitlar. Bu xavf yuqori bo'lgan kasb egalariga kimlar kiradi? Albatta biz, ya'ni tibbiyot xodimlari, chunki biz har xil kimyoviy, har xil dori preparatlari bilan ishlaymiz, to'g'ridan to'g'ri. Shuning uchun bizda bu kontakt dermatit bo'lishi juda ehtimoli juda yuqori. Stomatolog assistentlarida, ya'ni stomatologlar har xil nikel, kobalt va shunga o'xshash implant moslamalari, har xil temir moslamalari bilan ishlashadi va shu kasb egalarida bu kasallikning xavfi yuqori. Kosmetologlarda, mashina va mexanizm operatorlarida, rezina va plastmassa sanoati xodimlarida shu holatlarda ko'riladi. Keyin etiologiyasi aniqlanmagan dermatitlarda
qo'yish tavsiya etiladi. Keyin ilgari nazorat ostida bo'lgan dermatitning kuchayishi yoki qaytalanishida, metall implantlari mavjud bemorlarda metallarga sezuvchanlikka shubha qilinganda operatsiyadan oldin yoki keyin baholash maqsadida, allergik kontakt dermatitni istisno qilish yoki tasdiqlash uchun qo'shimcha ko'rsatmalarda quyidagi kasalliklarda allergik kontakt dermatit qo'shilib kelayotgan bo'lishi mumkin va bunday hollarda applikatsion test o'tkazish maqsadga muvofiq. Atopik dermatitni zastoyniy dermatit deymiz, ya'ni venoz dermatit deymiz, seborroidniy dermatit deymiz, ekzemalarda va psoriaz kasalliklarida bu patch test sinomalarini qo'yib ko'rishimiz mumkin. Amaliy ahamiyati patch test surunkali va davolashga qiyin bo'lgan dermatozlarda allergik omilni aniqlashning eng ishonchli usullaridan biri, ya'ni zolotoy standart deymiz-ku, oltin standart hisoblanadi. U kasallikni qo'zg'atuvchi allergenni aniqlash, bemorga individual profilaktik tavsiyalarni berish va davolash samaradorligini oshirish imkonini beradi. Allergenlarni tanlash. Kuzatuv tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, yer yuzida 4350 dan ortiq kimyoviy moddalar kontakt allergen sifatida aniqlangan. Ya'ni dunyoda shunaqangi moddalar ko'pki, shu 4350 tasi bizga allergik kontaktli dermatit, ya'ni kontakt dermatit keltirib chiqarishi mumkin. Ularning allergik kontakt dermatit chaqirish qobiliyati turlicha darajada. Masalan, bir xillari ko'proq bir xil moddalar bor, ko'p hollarda allergik kontakt dermatit chaqiradi, bir xillari kamdan kam hollarda. Biroq allergik kontaktli dermatit holatlarining katta qismi atrof muhitda keng uchraydigan nisbatan kam sonli allergenlar bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham buning sababini topish juda qiyin bo'ladi. Patch test o'tkazishda har xil standart bazaviy allergenlar to'plamidan foydalanadi. Standart maqsadida qo'llaniladigan allergenlar to'plami bu muayyan hududda eng ko'p uchraydigan sensibilizatorlarni o'z ichiga oladigan asosiy panel hisoblanadi. Hali O'zbekistonda xabariylar bor, patch test xalqaro allergiya markazida bor hozircha, lekin bizda ham bunaqa katta ko'lamli panellar yo'q. Biz o'zimiz shu katakchalardan iborat bo'lgan panellar bor, u 10 talik xolos. Biz shu 10 talik panelning ichiga o'zimiz shubha qilgan moddalarni tomizib, bemorning orqasiga yopishtiramiz. Lekin Yevropada, chet ellarda patch test o'tkazish uchun bizda hozir bunaqa panellar borki, allergen tekshirish uchun pishvoy panel bor deymiz, respiratorniy panel bor deymiz-ku. Chet ellarda bunaqa narsalar juda ko'p. Masalan, patch test o'tkazishda dastlabki bosqich sifatida qo'llanadi. Mahalliy epidemiologik holatga qarab tanlanadi. Vaqt o'tishi bilan muntazam yangilanib boriladi. Jahon amaliyotida bir nechta standart seriyalar mavjud. Jumladan, Shimoliy Amerikada kontakt dermatit guruh seriyasi bor. Endi u Shimoliy Amerikada uchraydigan kontakt dermatitning asosiy sabablari qo'yilgan patch testlar уже tayyor holda bo'ladi. Uni bemorning orqasiga yopishtirib, shu 24, 48, 72 soatdan 90 soatgacha muddatda bemor holati baholanadi. Yevropada esa taxminan 35 ta allergendan iborat bo'lgan shunaqa panellar bor, именно patch test uchun chiqarilgan. Yevropa kontakt dermatit jamiyati va ekologik kontakt dermatit bo'yicha ilmiy guruh konsiliumi asosida ishlab chiqilgan. Bundan tashqari Amerika kontakt dermatiti jamiyati tomonidan eng ko'proq uchraydigan 90 allergendan iborat 9 ta panelga bo'lingan kengaytirilgan standart seriya tavsiya qilinadi. Ya'ni Amerikada qanaqadir kontaktli dermatit sababi noaniq bo'lsa, ular bemorga birdaniga 90 ta komponentdan 90 ta allergendan iborat bo'lgan, ya'ni har bittasida 10 tadan bo'lgan 90 ta panel qo'yilishi haqida ma'lumotlar bor. Patch test bu tayyor holda ishlab chiqarilgan 35 ta allergendan iborat bitta nazorat namunasi bor. Mana masalan, hozir rasmda ko'rib turibsizlar, mana shu shpritsda ko'rinishda bo'ladi. Bizdagi hozirgi kundagi patch testlar ham shunaqa shprits, xuddi shu shprits ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni shpritsning ichida to'la biz shubha qilgan modda bo'ladi. Masalan, bu yerda bo'lishi mumkin
mumkin, kobalt bo'lishi mumkin, nikel bo'lishi mumkin, har xil antibiotik, sulfanilamid, xlorpiramidlar bo'lishi mumkin. Bular shu bemorga mana bu bemorning o'sha katakchalariga tomiziladida, bemor orqasiga yopishtiriladi. Xullas shu ko'rinishda bo'ladi. Qo'shimcha ba'zi klinik holatlarda standart seriya yetarli bo'lmaydi. Ya'ni shu chet el adabiyotlarida yozilgan, ya'ni shu 90 tani o'zi ham yetarli bo'lmas ekan. Bunday holatda qo'shimcha seriyalar qo'llanar ekan. Masalan, sartaroshlik kasbi uchun allergiyalar to'plami bor ekan. Immunnoy, masalan, sartaroshlarda ham kontakt allergik dermatit uchrash xavfi juda yuqori, chunki ular har xil spreylardan, har xil shampun, sovunlardan, har xil kimik vositalardan foydalanadi-ku. Ularda shu immunnoy shu narsaga nisbatan chiqarilgan nima deydi, standart panel bor. Masalan, stomatologik materiallar uchun отдельный, masalan, u yerda ayniqsa metallardan ko'p foydalanadi, plomba qilish uchun, implant qilish uchun, har xil kimik vositalarni tekshiradi. Poyabzal materiallari, ayniqsa ular yelimlar bilan ko'p ishlaydi, keyin har xil plastmassa deymiz, shular bilan ko'p ishlaydi. O'shaning uchun bularga отдельный panellar bor ekanki, kosmetik mahsulotlar uchun hozirgi bizning O'zbekistonimizda juda ko'p uchraydigan hozir zamon talabi bo'lgan kosmetik mahsulotlar, xudo xolasa bizga va'da berishdi, shu yilning oxirigacha bizda ham shunaqa panellar bo'ladi va biz bemalol dermatologlar bilan, kosmetologlar bilan, stomatologlar bilan hamda o'zimizning allergologlar bilan kelishgan holda bemalol ishlay olamiz. Lab va og'iz bo'shlig'i mahsulotlari, kasbiy allergenlar. Bu serial bemorning kasbiy faoliyati va anamneziga qarab tanlanadi. Masalan, bemor sartarosh bo'lsa, demak sartaroshli anaqasini qo'yish kerak. Lekin ko'pincha bizga shu soch bo'yoqlari muammosi bilan keladi. Soch bo'yoqlarini paneli ham borligi ma'lum. Agar standart va qo'shimcha seriyalar sababchi allergenni aniqlamasa, bemorning shaxsiy ma'lumotlari bilan test o'tkazilishi mumkin. Odatda qo'llaniladi kremlar, losyonlar, kosmetik vositalar. Masalan, o'sha standart panelni ichida bemor shubha qilgan, bemordan shubha qilmoqchi bo'lgan narsamiz bo'lsa, bemordan shu mahsulotni olib kelish talab qilinadi. Ya'ni masalan, bemor qandaydir krem ishlatyapti, shu kremdan keyin kontaktli dermatit bo'ldimi, yo'qmi tekshirishimiz uchun shu kremni olib kelsa, biz shu mana rasmda ko'rib turgan katakchalarning ichiga shu kremni o'zidan solamiz va shu kremni badaniga yopishtirib qo'yamiz. Bu eng yomon tarafi, patch test qo'ygandan keyin bemorga cho'milmaslik tavsiya qilinadi, ya'ni yuvinmaslik. Agar u patch test turgan joyga qanaqadir suv yoki qanaqadir kontakt bo'lsa, bizga har doim yolg'on ma'lumot berib qo'yishi mumkin. Odatda yuvib tashlangandan so'ng mahsulotlar to'g'ridan-to'g'ri test uchun mos emas, chunki ular irritant reaksiya chaqirishi mumkin. Irritant degani yo'q. Yuviladigan mahsulotlar ochiq test usulida tekshiriladi. Ya'ni mo'shi sredstvalar yopiq emas, ochiq test hali hozir ko'rsatib o'taman. Keyingi anaqalarda zarur holatda bemor uchun individual allergiyalar ham alohida talab qilinishi mumkin. Bu klinik holat va gumon qilinayotgan ta'sir manbalariga asoslanadi. Bemorni tayyorlash. Patch test uchun bemorni qanaqa tayyorlaymiz? Bemorlarga teri sinamalar uzoq davom etadigan jarayon ekanligi haqida tushuntirishimiz kerak. Ya'ni kamida 3 kun, ko'pi bilan 5 kun, bir haftagacha cho'zilishi mumkin. Ushbu vaqt oralig'ida endi yuvimli yurish bemor uchun juda bir fojiali jarayondek tuyuladi. O'shaning uchun bemorga oldindan tushuntirish kerak, chunki ertaga o'z boshimchalik bilan u qo'yilgan testni olib tashlab yoki suv bilan qilsa, uje shuncha to'lagan puli, shuncha ketkazgan mehnat hammasi befoyda ketadi. Ushbu jarayon kamida bir hafta davom etadi. Mana shifokorga 3 marta murojaat qilishni talab etadi. Ya'ni biz 24 soatdan keyin, 48 soatdan keyin va 90 soatdan keyingi natijalar bilan hammasini umumlashtirib, oxirida zaklучение beramiz. Ya'ni sizda
qilishi moddaga nisbatan haqiqatan kontaktli allergik dermatit bo'lishi mumkin yoki yo'q deb. Sinama davrida quyidagilardan cheklanish tavsiya qilinadi. Dush qabul qilish, jismoniy zo'riqish. Endi jismoniy zo'riqish deganda, ya'ni o'sha bemorni kurigiga, orqa sohasiga patch test qo'yganimizdan keyin bemor agar og'ir qanaqadir anjumaniyalarni, qanaqadir shtangalar ko'tarsa yoki qanaqadir terlab qolsa, ya'ni terlashdan cheklanish kerak. Agar terlab qolsa, bu patch testimiz уже bizga yolg'on natija beradi. Ekstremal harorat va yuqori namlik, bu ham terlashga misol bo'ladi. Shuningdek, ijobiy reaksiya paydo bo'lsa, qishish va noqulaylik kuzatilishi mumkinligi haqida bemor ogohlantiriladi. Ya'ni bemorga patch test qo'yishdan oldin bemorga tushuntirish kerak bo'lgan ishlar va agar patch test qo'yganda qandaydir sizda qandaydir reaksiya bo'ladigan bo'lsa, qichishish, lekin bu sekin hosil bo'ladigan allergik tip reaksiyasi bo'lgani uchun bunda immunoglobulin Y'lar qatnashmaydi va bu bemor hayoti uchun xavfli emasligini tushuntirishimiz kerak. Patch test odatda orqa sohasi teriga qo'yiladi. Agar orqa soha terisi qismida ko'p tuk bo'lsa, qandaydir tatuirovkalar bo'lishi mumkin. Unaqa hollarda ta'minlash terini allergen chaqiradigan kontakt bilan ta'minlash qiyin bo'ladi. Shu sababli testdan 1-2 kun oldin tuklarni qisqartirish tavsiya etiladi agar tuk bo'lsa. Agar tatuirovka bo'lsa, bu test bilakning va son terisining tashqi sohasiga qo'yiladi. Keyin patch test sinamasiga har xil gormon va immunosupressorlarning ta'siri. Mahalliy yoki tizimli immunosupressiv davolashning patch test aniqlash ta'siri to'liq o'rganilmagan, lekin quyidagilar test natijalarini pasaytirishi yoki soxta manfiy natijaga olib kelishi mumkin. Kuchli mahalliy kortikosteroidlar, peralar kortikosteroidlar, boshqa immunosupressiv dorilar. Shuning uchun ideal holatda bunday dorilar patch testdan kamida 2 hafta oldin to'xtatilishi tavsiya etiladi. Ayrim tadqiqotlarda quyidagi preparatlarni qabul qilgan bemorlarda ham ijobiy reaksiya kuzatilgan. Ya'ni u bemorlar shu preparatlarni qabul qilibdi, lekin patch test qo'yganimizda shu patch test bizga allergik kontaktli dermatit bor yoki yo'qligini yoki shu sababligini ko'rib bergan. Masalan, prednizolon, sikloplazmid, metotrexat va shu kabi dorilarni qo'yganimizda ham patch test ishlagan. Sistematik tahlillarda psoriaz bilan kasallangan va biologik yoki immunosupressiv davo olayotgan bemorlarning bir qismida ham patch test ijobiy chiqqan. Dupilumab, bu ham qo'shimcha ma'lumot sifatida, dupilumab qabul qilayotgan bemorlarda test natijalari o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Chunki bilasizlar, dupilumab bu targetli terapiya deymiz, monoklonal antitela deymiz. Ayrim holatlarda avval ijobiy bo'lgan reaksiyalar yo'qolishi kuzatiladi. Ijobiy reaksiyalar kamayishi, soxta manfiy natijalar ko'payishi mumkin. Mutaxassislar tavsiyasiga ko'ra oddiy immunosupressiv dorilar 7 kun oldin to'xtatilishi kerak. Dupilumab, keyin tralokinumab 14 kun oldin to'xtatilishi kerak. Psoriaz davosida qo'llaniladigan biologik preparatlar esa odatda to'xtatilmaydi. Ya'ni psoriazda ishlatiladigan dorilar patch testga ta'siri yo'q. Keyin eng asosiysi peroral antigistamin preparatlarining ta'siri. Peroral, ya'ni og'iz tabletka yoki shunga o'xshash, xullas og'iz orqali qabul qilinadigan dorilar, ya'ni antigistamin dorilar teri sinamalari patch test o'tkazish vaqtida davom ettirish mumkin. Hamkasblar, bu juda muhim ahamiyatga ega, chunki ular kechikkan turdagi gipersezgirlik reaksiyasi mexanizmlarining minimal yoki umuman ta'sir ko'rsatmaydi yoki minimal ta'sir ko'rsatadi yoki umuman ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni patch test o'tkazayotganimizda antigistamin preparatlari bemor qabul qilib yurishi mumkin. Pozitiv teri reaksiyasini, ya'ni musbat teri reaksiyasini gistamin orqali emas, balki T limfositlar ishtirokida kechadigan immun jarayon natijasida rivojlanadi. Shu sababli antigistamin preparatlarni testdan oldin to'xtatish uchun patofiziologik asos mavjud emas ekan. Test turlari, patch test turlari o'zi 3 xil bo'ladi deyshadi. Ya'ni yopiq test, ya'ni siz o'sha konteynerlarga, ya'ni o'sha
plasterlarni ichiga allergenni qo'yganingizdan so'ng, ya'ni shu kontakt allergik dermatit chaqirishi shubha qilingan narsani qo'yganingizdan keyin buni yopiq holda, ya'ni qo'yasiz va teriga yopishtirib qo'yasiz. Teriga yopiq holda. Bu eng asosiy allergenlarni maxsus okklyuzion bog'lam ostida terining yuqori qismi, odatda orqa sohasiga 2 kunga qo'yiladi. Allergenlar standart miqdorda alyuminiy yoki sintetik kameralarga joylanadi va teriga yopishtiriluvchi maxsus lentalar yordamida mahkamlanadi. Mana biz o'sha katakchalarga allergenlarni qo'yib oldik. Keyin u allergenlarni teriga, terining orqa qismiga yopishtiramiz va uni kley debman, skotch yoki lekoplaster deymiz, o'sha bilan yopishtirib qo'yamiz. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri kontakt uzilmasin, doim tegib turishi uchun shu allergen teriga. Bu juda muhim ahamiyatga ega. Bu usulda allergen teriga uzoq vaqt davomida ta'sir qilib turadi. Shu orqali kechikkan allergik reaksiya baholanadi. Ochiq test, ya'ni open test deydi. Ya'ni shu patch testi ochiq usuli ham bor. Ochiq test terini qattiqlantirishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni tekshirish uchun qo'llaniladi. Jumladan bo'yoqlar, ayniqsa soch bo'yoqlariga bizning opalarimiz, bizning opa-singillarimiz juda ko'p shikoyat qilib keladi. Ya'ni soch bo'yoqda bo'yagan bo'ladi, qanaqadir krapin desa, qanaqadir отек bo'lgan bo'ladi yoki o'sha joyda kontaktning qanaqadir allergik reaksiya bo'lishi mumkin. Bo'yoqlar, eritiluvchi moylar, sovun, kleylar, tozalovchi vositalar shunday teriga qo'yiladi va o'sha teri joyiga teriga 30 daqiqadan so'ng bu usulda teriga qo'yilgan modda yopilmaydi, ya'ni teri ochiq holda qo'yiladi. Ya'ni terining ustiga qo'yasiz, u modda o'sha yerda turaveradi. 30 daqiqadan so'ng modda ehtiyotkorlik bilan olib tashlanadi va natija keyinchalik yopiq test kabi baholanadi. Bunaqa usullar ham bor. Agar natija manfiy bo'lsa, lekin allergiyaga shubha saqlansa, individual ingrediyentlar bilan patch test yopiq usuli o'tkazish tavsiya etiladi. Yarim ochiq test, ya'ni semi open test deydi. Farmatsevtik preparatlari, simov birikmalari, masalan, fenil merkuribat deymiz, benzalkoniy xlorid, yod, emulgatorlari, antiseptiklar, keyin yuqori konsentratsiyada propil glikon, lauril sulfat natriy asosidagi kremlar, ya'ni ko'p farmatsevtik preparatlar yarim ochiq usulda qilinadi. Kosmetik mahsulotlar, masalan, emulgatorlar deymiz, erituvchilar deymiz, qattiqlantiruvchi moddalar, saqlovchi tush, lak ayollarimiz ko'p ishlatadi. Soch bo'yoqlari, mana shampunlar, kimyoviy zalivka vositalari, suyuq sovun va pilinglar bu usulda tekshiriladi. Maishiy va sanoat mahsulotlari, bo'yoqlar, smolalar, laklar, kleylar, siyoh, vosk va eritiluvchi moylar, ya'ni pH 3 dan 11 oralida bo'lishi shart bo'lgan moddalar shunda tekshiriladi. Yarim ochiq testda teriga allergendan juda kichik miqdor, ya'ni 1-2 mikromillilitr qo'yiladi. Keyin suvda erituvchi moddalar ishlatilishi mumkin. Keyin terining usti okklyuzion bo'lmagan lenta bilan 2 kunga yopiladi. Ya'ni germetikligi uncha saqlanmasa ham yopib qo'yamiz, natija 2-4 kun ichida baholanadi. Klinik ahamiyati. Klinik ahamiyati: agar allergik kontakt dermatit diagnostika patch test natijasi ahamiyati bemorning klinik belgilari va anamnez asosida baholanadi. Ko'p hollarda mavjud klinik muammo bilan allergen o'rtasidagi aniq bog'liqlikni topish mumkin va bemorga ushbu modda bilan kontaktdan saqlanish bo'yicha tavsiya beriladi. Ayrim holatlarda bog'liqlik oldingi epizodlar bilan aniqlanadi yoki umuman noaniq bo'lishi mumkin. Shu bilan birga ba'zi bemorlarda patch test ijobiy chiqsa ham, ular allergen bilan kontaktni yaxshi ko'tara olishi mumkin. Chunki bu sekin hosil bo'ladigan reaksiya. Agar ijobiy test, ya'ni musbat test natijasining klinik ahamiyati aniq bo'lmasa, allergen yoki unga o'xshash moddalar bilan kontakt tarixini yanada chuqur o'rganish lozim. Shuningdek, bemor allergendan uzoqlashtirilgandan keyingi klinik holatni dinamikasi baholanadi. Anamnez yig'ish, to'liq anamnez quyidagilar o'z ichiga olish kerak. Kasbiy ta'siri bormi? Ya'ni ish sharoiti. Kasbi nima kasb?
hobbilari, shaxsiy gigiyena vositalari, mahalliy dori vositalari, nima ichadi, qanaqa dori ichadi, qachonni ichadi, qachon boshlagan, himoya choralari, masalan, kasbiy dermatitni qo'shimcha baholash, kasbiy allergik kontakt dermatit holatlarida anamnezdan tashqari qo'shimcha atrof muhit tahlili ham talab etiladi. Bu quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: ish joyini ko'zdan kechirish, ish jarayonida ishlatiladigan materiallarni baholash, moddalarning fizik kimyoviy xususiyatlarini o'rganish, ta'sirparvarlikni tahlil qilish, ta'sir yo'li va joyi, dozasi, davomiyligi, chastotasi, atrof muhit sharoiti. Xullas, nimaga bog'liq bo'lsa hamma narsa o'rganib chiqiladi. Nima ish qiladi, qanaqa kiyim kiyadi, qanaqa oyoq kiyimi, yelimlimi u, poshnalimi u, hammasini qarab, hibimi, necha foiz hibi, hammasini o'rganish kerak. Xulosa qilib aytganda, patch test o'tkazish ko'rsatmalari: patch test allergik kontakt dermatit da spesifik allergenlarni aniqlash uchun muhim tashxis usuli hisoblanadi. Uni o'tkazishga quyidagilar ko'rsatma bo'ladi: barqaror ekzematoz toshmalar, ko'p yillardan beri davom etib kelayotgan, nima qilsa ham yo'qolmaydigan yoki yo'qolib yana qaytib bo'lib qoladigan toshmalar, surunkali dermatit, ayniqsa qo'l, oyoq, yuz yoki qovoq sohalarida bo'ladigan ko'p uchraydigan allergik dermatitlarda, yo bo'lmasa jinsiy a'zolarda, ayniqsa ginekologlarimiz, urologlarimiz ko'pincha adashtirib qo'yib, o'zini kasali deb davolaydigan kasal aslida bizni kasalimiz yoki shu bilan birga dermatologlarning kasali bo'lib chiqyapti. Yuqori xavf guruhidagi kasblarda ishlovchilardagi ekzematoz dermatit sababini aniqlashda, boshqa dermatit turlarining asorati sifatida allergik kontaktli dermatitga shubha qilganda, standart va maxsus allergen seriyalari. Patch test o'tkazilayotgan bemorlar uchun boshlang'ich bosqichda standart allergen seriya qo'llaniladi. Bu seriya ma'lum geografik hududda eng ko'p uchraydigan sensibilizatorlarni o'z ichiga oladi. Qo'shimcha ravishda maxsus seriyalar ham qo'llanilishi mumkin. Sartaroshlar, boya aytganim, stomatologlar uchun va kosmetik mahsulotlar bilan bog'liq seriyalar va boshqalar uchun. Patch test o'tkazish usullari: eng keng qo'llanilgan usul yopiq, ya'ni okklyuzion patch test, applikatsionniy patch test usuli deydi. Unda allergenlar yuqori orqa teriga qo'yiladi. 2 kun, minimum 2 kundan 5 kungacha qo'yiladi. Alternativ usullar ochiq test, maxsus ekspozitsion testlar hisoblanadi. Ular qitiqlantiruvchi moddalar, dori vositalari yoki kosmetik mahsulotlar uchun qo'llanilishi mumkin. Qanaqa qilib ijobiy, ya'ni musbat reaksiyalarni talqin qilish mumkin? Teri sinamalarni to'g'ri o'qish va baholash yuqori malakani talab qiladi. Ya'ni ko'pchilik hollarda ayrim bemorlarimizda patch test umuman hech nima ko'rsatmasligi mumkin, chunki ular bemorlar yo yuvinib qo'ygan bo'ladi, yo terlagan bo'ladi. Xullas, biz qo'ygan allergen undan uje ketib qolgan bo'ladi yoki kuchli ijobiy reaksiyalar quyidagilar bilan namoyon bo'ladi. Masalan, agar patch test qo'yganimizda qanaqadir o'sha qo'ygan joyimizda qanaqadir eritsema, infiltratsiya, mayda papula yoki vezikulalar bo'lsa, biz uje bu patch test musbat, ya'ni shu moddaga allergik kontaktli dermatit bo'lish ehtimoli yuqori deymizda, bu moddani cheklaymiz. Yengil, ya'ni slabo положительный reaksiya deymiz, ajratish qiyin. Bu juda qiyin, chunki bunaqa vaqtda bemorning anamnezini, klinik belgilari va allergendan saqlanish natijasida hammasiga e'tibor berishimiz kerak. Xullas, patch test haqida aytmoqchi bo'lgan gaplarim shular.